Leksimizni davamlaştırıyoruz, hürmetli vatandaşım. Mavzumundaq. Amerika Cumhuriyeti 3. qatimliq saati söhbeti neticesiz ahırlaştı. Mavzulu xabar 6. ayının 4. günü Amerika avazının Xitay tili programması ilan qılındı. Xabar mundaq başlandı. Washington 6. ayının 3. günü yakshanba Amerika Cumhuriyeti devletinin 3. qatimliq saati söhbeti Beyjan'da ayaqlaşdı. İki taraf, yani iki devlet bir parça kelişim imzalamadı. Xalqaro matbuotla Amerika Cumhuriyeti devletinin yaqinda o'tkazgan savdo suhbatining natijalari to'g'risida salbiy xabarlar berayotgan bir paytda Cumhuriyetning aloqador matbuotlari go'yo bu qatam o'tkazilgan har qanday kelishim imzolay olmagan bu suhbatni aktiv ahamiyatini chiqarishga, e'lon qilishga tirishib baxtdi. New York vaqtgacha xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Cumhuriyeti taraf ro'shanki tirkashdi. Bu demak Prezident Trump hukumati duch kelgan Cumhuriyetning sanoat siyosatiga qanday taqobil turish masalasidir. Bu qatim Prezident Trump Cumhuriyetga avatgan suhbat vakillari asosan eksport ilgari surguvchi vakillar o'mikidir. Savdo ministri William Rose'ning yetakchiligida Moliya ministrligi va Yezigilik ministrligining ministri yuqori darajalik amaldorlarim bor. Nəhayət ro'shanki Amerika tarafining savdo suhbat vakillarining ichida Amerika savdo vakilining ishxonasidan kelgan birmi yuqori darajalik amaldor yo'q. Demak, bu qatim Beyjonda o'tkazilgan suhbatga Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo vakili yani Leitizer'nin işhanesinden qatnaşkan adam yok deydi. Bu bir signalmi nima? Amerika Birleşme Agentliği mundaq ko'rsatdi. Washingtonda o'tkazilgan keng ko'lamli savdo talash tartish suhbatidan keyin Jungo ogohlantirib mundaq dedi. Agar Amerikaning prezidenti qilaman deganini qiladigan bo'lsa, Jungoning tovar mollaridan boj elishni yuqori ko'taradigan bo'lsa, har qanday savdo kelishimi unum berish kuchidan qoladi. Amerika savdo ministri William Rose bilan Jungoning iqtisodga mas'ul yuqori darajalik amaldorlar, ya'ni davlatning muavin vaziri Li He yetakchiligidagi vakillar o'migi Beyjing qizil raqamni azaytishga aloqador suhbati oxirlashgandan keyin Jungo yuqoriqadek ogohlantirish chiqadi. William Rose suhbat boshlanishdan burun mundaq degan edi. Jungo Amerikadan setib oladigan, Amerika Jungo eksport qiladigan mahsulotlar to'g'risida muhokama qildi. Lekin ikki tarafning eng yangi bu to'g'ridagi suhbati oyoqlashdi. Birlashma bayonot e'lon qilinmadi. Ikki taraf suhbatning tafsiloti bilan matbuotni ta'minlamadi. Mush haftaning 2. kuni Aqsaray Beyjingda o'tkazilgan suhbatni muqimsiz holatga keltirib qo'ydi. Aqsaray qaytadan tahdid silib 50 milliard dollarlik Jungoning fan texnika mahsulotlariga 25% boj qo'yishni qaror qilib, Jungoning chet el shirkatlari texnika o'tinib berishga majburlashiga javob qaytarmoqchi bo'ldi. Garchi shundoq bo'lsa, Amerika Jungo ikki taraf bilan suhbat o'tkazgan edi, lekin Beyjing o'ch ilish huquqimizda qolamiz deb ko'rsatdi. Amerika televiziya CNN yakshanba kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo yakshanba kuni Prezident Trump Jungoga 50 milliard dollarlik tamoyil beji qo'yish to'g'risida tahdid soldi. Bu plan Washington bilan Beyjing suhbat orqali qo'lga keltirgan ilgirlashlarni bekor qilib o'tish mumkin. Yani bir başka cihetten söz alsak Kanada'da demokratiyalaş. Devlet Maliye Ministeri yığına qatnaşıyotgan Yaponiyanın Maliye Ministeri Ma Shing-tae muhbirlarni kutib olish yig'ini Jungoni tanqidlab, Jungo prinsipli ko'z kelmadi, o'z beshimchilik qildi deb ko'rsatdi. Ma Shing-tae mundaq ko'rsatdi. Har qaysi davlatlar Jungoning erkin savdoga qarshi turadigan harakatini tonib ketdi. Jungoning erkin savdoga qarshi. Albatta siyosiy sohasi erkin turmushga qarshi turgan ekan, savdo tijorat iqtisod sohasida erkin savdo qarshi turdi. U Xitoyda.
Şoňlaşky ýetdi döwlet göreýiniň başga demlik herket kılışı ýokur götürip halkara prinsiplary gogduşymyz gerek. Dedi maşyň Taylan. Bir inkas ýazgyçy mundaq gezip täwätendeşim anlapýan bunu nim diýdi. Söhbetniň netijesiz ahyrlaşganlygynyň özü bu netijedir. Demek biz nime dedik? Jonggoda ötküzilgen 3-nji kıtymlyk Amerika Goşma Ştatları bilen Jongho Halk Cumhuriyeti oturusy sowda söhbeti netijesiz ayaklaşdy. Kelişimi ýok, bayanat mı ýok. Endemeýär inkas ýazgyçy nime diýdi? Söhbetniň netijesiz ahyrlaşganlygynyň özü bu ýaxşy netije. Halslogiklik ýapawatandaşymy? Söhbetniň önümsiz ahyrlaşganlygy bu siz biz üçin intaýyn ýaxşy netije. Amerika işkilenmeyle mındak deydi. Çünkü Amerika'dan yezigilik mesulatlarını, enerjiye maddelerini, o enerjiye buyumlarını setip almasa olmaydı. Hazır demek Amerika Cumhuriyeti soğudu sahasında enerjiye gayet tabii ham nefes ve gazını setip alırsan yezigilik mesulatlarını setip alırsan da var. Bu pazar soğudu. Seninkini ağarken benimki sen pazar kovdunuş. Siyasi bilen takabül durman, deme Cumhuriyet.